Men Jayxun men Jayxun Agrofayz fermer xo'jaligi rahbari Qurbonqulov Mansur bo'laman. Biz jami 120 gektar yerda dehqonchilik qilamiz. Bu yilgi 25-yil hosili uchun 80 gektar g'alla ekdik, yuqori hosil oldik, davlat planini bajardik, birjada sotdik, qolgan g'allani ishchilarga berdik, kam ta'minlangan oilalarga berdik. Plus yaxshi bo'ldi. Texnikalarga to'ladik, texnika oldik. Buni hozirgi kunda paxta yig'im terimi mavsumi. Bu yil paxtamiz yaxshi, baland hosil kutyapmiz. Hozir 40 sentnerdan oshiq hosil kutyapmiz, xudo xolasa. 31 gektar yerga paxta ekkanmiz. 2025-yil hosili uchun. Biz bu yil yutug'imiz shu prezidentimizning topshiriqlari bilan 76 sxemada ekkandik. Haqiqatan juda ham yaxshi bo'ldi. Chetdan keltirgan Xitoy navidan ekdik, o'zimizda Sulton navidan ekdik. Ikkalasi ham bir-biridan qolishmadi. Juda ham yaxshi bo'ldi paxta. Bizda eng samarali yutug'imiz 76 sxema bo'ladi. Keyin tomchilatib sug'orish qilganmiz. O'sha tomchilatib sug'orish ham juda katta foydasi bor.